Assalomu alaykum. Hurmatli kanalimiz mehmonlari hamda obunachilari. Kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan eng so'nggi sport yangiliklarini yetkazib beruvchi FIFA 90+ kanali. Ertaga O'zbekiston U17 terma jamoasi Osiyo Kubogi guruh bosqichining 2-turi doirasida Xitoyga qarshi bahs olib boradi. Birinchi turda Tailand ustidan 4-1 hisobida g'alaba qozongan o'smirlarimiz ushbu o'yinda to'liq oq libosda, darvozabonimiz esa qora libosda harakatlanishi ma'lum bo'ldi. Xitoyga qarshi uchrashuv 6-aprel kuni Toshkent vaqti bilan soat 20:00 da Toyif shahridagi Oka stadionida start oladi. Ushbu uchrashuv Sport telekanali orqali jonli efirda olib ko'rsatiladi. O'zbekiston U17 terma jamoasi bosh murabbiyi Islom Ismoilov Xitoyga qarshi bahs oldidan o'z fikrlarini bildirdi. Oldimizda vaqt kam bo'lgani sababli tezkorlik bilan Tailandga qarshi uchrashuvni tahlil qildik va Xitoyga qarshi bahs uchun tayyorgarlikni boshladik. Xitoy yoshlar futboli ham Osiyoda o'z o'rniga ega. Oson o'yin bo'lmasligi aniq. Tayyorgarlikni shunga yarasha olib boryapmiz. Tailand bilan uchrashuvdagi xatolardan kelib chiqqan holda yigitlarga kerakli ko'rsatmalarni berib, taktik ishlanmalarni amalga oshirishga kirishdik. 2024-yil avgust oyida Xitoyda bo'lib o'tgan xalqaro turnirda mezbonlarga qarshi o'ynaganmiz. Shu boisdan ushbu jamoaga qarshi qanday o'yin ko'rsatish bo'yicha ozgina ma'lumotlarimiz bor. Bundan tashqari raqibning Osiyo Kubogi saralash bosqichi, har bir uchrashuv va o'tkazgan o'rtoqlik o'yinlarini tahlil qilib, o'zimiz uchun kerakli xulosaga keldik. Xudo xohlasa, guruhimizdagi 2-bahsda ham g'alaba qozonib, o'zbek futboli muxlislarini xursand qilish uchun harakat qilamiz, dedi Islom Ismoilov.